Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni ismim Dilorom ustoz. Labay. Men endi tushuntir bo'lay, to'xtab turing. Qizlarga qarab gaplashasizlar. Dilaromxon, tinchmisizlar? Assalomu alaykum tog'ajon, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Barakalla. Butun dunyoda internetimga yetib bu. Ha, men Surxon qizi qonimda Buxorolar qoni bor. Yormasam bo'lmasdi-da. Ot tutsa katta bo'lganmisiz? Sizni men qarang, bitta gap aytaymi? Men Andijondan Komiljon boboyman. Bir kam 70 ga keldim. Germaniyada xizmat qilganman. Sizdaqa yigitlar devoryapman. 5 ta kam o'g'il bola ekan. Sizni tarbiyalagan ota-onangizga rahmat. Egilib salom beraman. Egilib. Rahmat bobojon, rahmat. Ikkinchisi, juda katta olamshumul yangiliklarim bor. Sizni haliga namanganlik Dudu bola gapirib olganda ko'zimdan yosh chiqdi. Nima qilyapman sizga? Bu vahshiy zo'r, Dilaromxon ustoz. 70 ga kirib men sizni ustoz deyapman. Sababini bilasizmi? Xalqimizga, yurtimizga nogironligi bor odamlarga beminnat xizmat qilyapsiz. Pulgami, bekargami menga qizig'i yo'q. Men maqsadim to'g'ridan tasam qo'y. Sabab shundan kelib chiqdik. Men ham kechasidan savdo bilan Turing demordimmi? Turing bobo demordimmi? Turingdan baqirib chiqib Boringizga shukr, yoshingizga yosh qo'shilsin. Yoshingiz nechida dedingiz? Ko'ppa, endi 70 ga kiryapman. Hali yosh ekansiz-ku. Oldin armiyaga olmasa negodnik hisoblanardi bolalar. Negodnik hisoblanardi. Qizini bermas edi. Siz O'zbekiston военный silvaga general bo'lishingiz kerak, marshal bo'lishingiz kerak. Vaqti. Mujik qibordingiz. Bo'ladi o'zi. Shunday. U kaltagimda gap ko'p, ma'no ko'p u quloqimda. Rahmat. Sanam jonim, sultonim, kelajakda mana shunaqa yoshi katta bobolardan duo olgin bolajonim, xo'pmi? Xo'pmi jonim? Kerakli inson bo'lgin. Hamma seni ko'rib, da sultonni kim tarbiyaladi, sultonni kim dunyoga keltirdi deb hamma senga rahmat aytsin jonim bolam.